O'zbekiston bozorida dollar kursi yana pastladi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 16-sentyabr sanati O'zbekiston bozorida dollar va rubl kurslarining olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Unga ko'ra ayni damda yurtimiz bozorlarida 100 dollar kursi olsangiz 1.238.000 so'm, sotsangiz 1.232.000 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya 1000 rubl kursi olsangiz 150.000 so'm, sotsangiz 145.000 so'mni tashkil etmoqda. Qadrli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyat bozorlaridagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.